88-89 balki 87-yillardan to'ylarda syomka qilish urf bo'lib qoldi. O'sha 20 yil burun to'yda nonushtani syomka qilingan kasetasi bo'lsa, olib qo'yib ko'ringlar. Shu bomdodda o'qib, masjiddan nonushtaga kirib kelayotgan oqsoqollarni sanalab nechtasi qoldi shu 20 yil ichida. Qo'rqib ketasiz. Qo'rqib ketasiz. Ko'zingizga yoshlar keladi, kimlar ketganligi. Inson o'z nomi bilan inson unutuvchi ekanki, atrofidagi oqsoqollarni o'tib ketganligini esdan chiqarib qo'yar ekan. Bir qo'yib ko'ringlar-da. 5 yil yo'qdagi to'yda qo'yib ko'ringlar-da. Ko'zimiz moshdek ochilib qoladi. Lekin insonlar birin-ketin bitta-bittadan o'lganligi uchun inson esdan chiqarib qo'yar ekan.